Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Sardor avto kuzatuvchilari, mehr ko'zda dilxira bo'lmasin dedik. Operatorimizni qara. Shu Luizaning operatorini amim nima shu Luizam qo'rqib qo'ygan ekan. Bu yoqda men ishonch ichira o'rgancha men chir hammaga bir pasport deyapti. Bir pasportga Nexia 1, Matiz, Nexia 1larimiz 2005-yil Labo bir pasportga chiqadi. Oylik to'lami 1.400.000, 1.200.000, 1.5, 1.400.000 orasida chiqadi. Nexia 3'ümüz 2019 ishlab chiqarilgan 13, 14, 15 million bilan chiqadi. Oylik to'lami 3 yilga 2.400.000 dan chiqadi. Captivalarimiz 40-45 million so'm bilan chiqadi. Oylik to'lami 2.400.000 bilan chiqadi. Cobalt 26-yil Midnight MC 100 million so'm berasizlar. 6 oyga o'zaro dogovorlashamiz. Qolgan summasini. Spark bor mana. Mashinalaringiz bo'lsa, sotaman deyotgan bo'lsanglar, Gentra'lar kerak, Cobalt kerak 20, 21, 22 avtomat Cobaltlar, Malibu desanglar, Malibu satib beramiz, satib berish xizmatlarimiz ham bor, o'zaro kelishilgan narxda. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz, telefon etasizlar. Bir like, podpisatsiya bo'lmagan bo'lsa, Sardor Avto podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasizlar. Operator kerak bo'lsin bizga bir dona.